Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlarim. Bugun pensionerlarimizni bevosita qiziqtiradigan juda muhim yangilik haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, jamoat transportidan foydalanishda duch kelgan muammolar naqd pul izlash. Navbat kutish, imtiyozli tarif uchun doim hujjat ko'rsatish zarurati bularning barchasi tarixga aylanadi. Videomizda aynan shu haqida so'z boradi. Pensionerlarimiz uchun maxsus transport kartalari joriy etilishi. Bu yangilik sizning har kuni hayotingizni tubdan o'zgartiradi. Yo'l xarajatlaringizni sezilarli kamaytiradi va transportdan foydalanishni yanada qulay qiladi. Ishoning, bu ma'lumot har biringiz uchun nihoyatda dolzarb va foydali. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. Boshladik. Qadrli do'stlar, avvaliga oldin qanday bo'lganini va hozir nimalar o'zgarayotganini bir ko'zdan kechiraylik. Yaqin vaqtgacha pensionerlarimiz jamoat transportidan foydalanishda qator noqulayliklarga duch kelishardi. Ko'pchilik yo'l haqini to'lash uchun naqd puldan foydalanardi. Bu esa doim mayda pul izlash navbatlarda turish bilan bog'liq edi. Eng muhimi, mavjud imtiyozlardan foydalanish uchun pasport yoki pensiya guvohnomasini har safar ko'rsatish talab qilinardi. Ba'zan haydovchilar yoki nazoratchilar hujjatni to'liq ko'rib chiqishga ehtiyoj sezishardi. Bu esa harakatga xalaqit berar, yo'lovchilar va haydovchiga qiyinchilik tug'dirardi. Har kuni bunday jarayondan o'tish keksa yoshdagi kishilarimiz uchun nafaqat jismonan, balki ruhiy jihatdan ham noqulaylik tug'dirardi. Endi esa vaziyat butunlay o'zgaradi. Davlatimiz tomonidan keksa avlod vakillariga qulaylik yaratish maqsadida yangi tizim joriy etilmoqda. Gap maxsus elektron transport kartalari haqida ketmoqda. Bu kartalar birinchidan pensionerlarning barcha imtiyozlarini o'zida mujassam etadi. Ya'ni siz endi hujjat ko'tarib yurishingizga hojat qolmaydi. Ikkinchidan, u naqd pulsiz hisob kitobni ta'minlaydi. Bu esa yo'l haqini to'lash jarayonini sezilarli tezlashtiradi va soddalashtiradi. Uchinchidan, bu kartalar zamonaviy texnologiyalar asosida ishlaydi. Ya'ni avtobus yoki metroda o'rnatilgan maxsus validatorlarga shunchaki tegizish orqali to'lov amalga oshiriladi. Bu texnologik yechim butun tizimni shaffof qiladi. Transport xizmatlari sifati ustidan nazoratni kuchaytiradi va eng muhimi, yo'lovchilar, jumladan pensionerlarimiz uchun maksimal qulaylik yaratadi. Aslida bu shunchaki yangi to'lov usuli emas, balki keksa avlodimizga bo'lgan hurmat va g'amxo'rlikning amaliy ifodasidir. Keling, endi ushbu yangi tizimning har bir jihatini tahlil qilaylik, kimlarga bu yangilik tegishli ekanini bilib olaylik. Maxsus transport kartasi nima va u kimlarga beriladi? Bu maxsus karta jamoat transportidan imtiyozli yoki bepul foydalanish huquqiga ega bo'lgan shaxslar uchun mo'ljallangan elektron chiptadir. U bank kartasiga o'xshash shaklda bo'ladi, lekin unda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, ism-sharifingiz va pensiya hisobi raqamingiz kodlangan bo'lishi mumkin. Kartaning asosiy vazifasi jamoat transportidan foydalanishda sizning imtiyozli maqomingizni avtomatik tasdiqlashdir. Kimlarga beriladi? Ushbu kartalar quyidagi toifadagi fuqarolarimizga taqdim etiladi. 1. Yoshga doir pensionerlar. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq belgilangan yoshga yetgan va pensiya oladigan barcha shaxslar. Erkaklar uchun 6 yosh, ayollar uchun 5 yosh. 2. Nogironligi bo'lgan shaxslar. Birinchi va ikkinchi guruh nogironlari, shu jumladan bolalikdan nogiron bo'lganlar, o't urush faxriylari va ularga tenglashtirilgan shaxslar, ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, mehnat fronti faxriylari va boshqa harbiy harakatlar qatnashchilari. 4. Chernobil AES avariyasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etgan shaxslar. 5. Boquvchisini yo'qotgan oila a'zolari, agar oila a'zosi vafot etgan bo'lsa va uning qaramog'idagi shaxslar pensiya olsalar. Bu ro'yxat to'liq bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun batafsil ma'lumotni mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limlaridan olishingiz shart. Karta qanday ishlaydi va uning afzalliklari nimada? Ishlash prinsipi juda oddiy. Siz avtobusga yoki metroga chiqqaningizda eshiklar yonida o'rnatilgan maxsus qurilmaga validatorga kartangizni shunchaki tegizasiz. Validator yashil chiroq bilan yonsa va ovozli signal bersa, demak, to'lov muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Qizil chiroq yonsa, u holda muammo bor. Bu haqida keyinroq batafsilroq to'xtalamiz. Bu tizimning asosiy afzalliklari bor: qulaylik. Endi mayda pul qidirishga, kassa navbatlarda turishga yoki pensiya guvohnomasini izlashga hojat yo'q. Bir martalik teginish bilan to'lov amalga oshadi. Tejamkorlik: agar sizga bepul yoki imtiyozli yo'l haqi belgilangan bo'lsa, karta bu imtiyozni avtomatik qo'llaydi.
Bu esa yiliga sezilarli miqdorda pul tejash imkoniyatini beradi. Shaffoflik va nazorat. Har bir safar uchun to'lov yoki imtiyozli o'tish elektron tarzda qayd etiladi. Bu esa har qanday tushunmovchiliklarning oldini oladi. Xavfsizlik, naqd pul bilan bog'liq bo'lgan o'g'irlik yoki yo'qotish xavfi kamayadi. Real hayotdan olingan misollar. Keling, bu yangi tizim oddiy odamlarning hayotida qanday o'zgarishlar olib kelishini konkret misollar orqali ko'rib chiqaylik. Misolga, Toshkent shahrida yashovchi 22 yoshli Oysha buvi. Oysha buvi 8-avgust mahallasida yashaydi. Uning oylik pensiyasi taxminan 26 million so'm. Nabiralari Sargeli tumanida yashaydi. Oysha buvi har hafta kamida 2 marta nabiralarini ko'rishga boradi. Oyda 1 marta bozorga, 2 marta poliklinikaga boradi. Agar 1 martalik avtobus yo'l haqi 2000 so'm bo'lsa, borib kelish 4000 so'm nabiralariga. 2 marta hafta, 4 hafta heks marta. Heks marta qo'y 4000 so'm, 32000 so'm. Bozorga 20 marta oy 4000 so'm, 4000 so'm. Poliklinikaga 2 marta oy 4000 so'm, 8000 so'm. Jami Oysha bu oyga kamida qarib 4000 so'm, yiliga 5-28 so'm sarflaydi. Karta orqali bu pullar endi tejaladi. Bepul yoki imtiyozli huquq bilan Oysha bu uchun bu katta yengillik. Bu tejab qo'lingan pullarni bu vijon o'z ehtiyojlariga, dori darmoniga yoki nevaralariga sarflashi mumkin. Eng muhimi, u endi yo'l haqini o'ylamay, bemalol harakatlana oladi. Hech qanday navbat hujjat ko'rsatish talabi yo'q. Bu nafaqat moliyaviy yengillik, balki ruhiy xotirjamlik ham demakdir. Misoliga, Samarqand viloyatida yashovchi 78 yoshli Ahmad Bobo. Ahmad Bobo qishloqda yashaydi, lekin poliklinikasi viloyat markazida joylashgan. U oyda kamida 1 marta shifokor ko'rigiga borishga majbur. Qishloqdan markazga borish uchun avval marshrutga, keyin shahar avtobusdan foydalanishiga to'g'ri keladi. Oldin u har safar 2 xil transportda naqd pul to'lar. Ba'zan marshrutkada pensiya guvohnomasini ko'rsatishda muammolar paydo bo'lardi. Bu unga stress va vaqt yo'qotishiga sabab bo'lardi. Endi u yagona transport kartasiga ega bo'lgach, avvalambor uning qishloqdan shahar markaziga borish xarajatlari kamayadi. Chunki bu karta barcha davlat jamoat transportlarida amal qiladi. Ikkinchidan, u endi hech kimga pensiya guvohnomasini ko'rsatib bahslashishga majbur bo'lmaydi. Karta uning imtiyozli maqomini avtomatik tasdiqlaydi. Ahmad Bobo uchun bu tinchlik va qulaylik shifokorga borib kelishdagi stressdan xalos bo'lish degani. Agar u oyga 10 ming so'm yo'l kira uchun sarflagan bo'lsa, endi bu pullar o'zida qoladi. Bu yiliga 20 ming so'm degani. Kichik summa tuyulishi mumkin, lekin pensionerlar uchun har bir so'm muhim. Misol, O'chu Farg'ona shahridan 51 yoshli Nargiza opa va uning turmush o'rtog'i 6-7 yoshli Akmal aka. Ular ikkalasi ham pensioner. Oldin ular birgalikda sayr qilishga, mehmonlarga borishga borganda har biri alohida yo'l haqi to'lar edi. Agar kuniga 2 marta sayohat qilishsa, har biriga 80 ming so'mdan borib kelish to'g'ri kelardi. Ikkalasiga esa 16 ming so'm. Oyiga bir necha marta shunday sayohatlar ularning budjetiga ancha ta'sir qilardi. Endi esa har birining o'z shaxsiy transport kartasi bor. Agar imtiyozli yoki bepul o'tish huquqi berilgan bo'lsa, ular bemalol moliyaviy o'g'irlikni his qilmasdan birgalikda sayr qila oladilar. Bu ularning ijtimoiy faolligini oshiradi, birgalikda ko'proq vaqt o'tkazishga imkon beradi va eng muhimi, yo'l haqi masalasi endi ularning oilaviy budjetida muhim rol o'ynamaydi. Agar ular oyiga 20 ming so'm tejashsa, yiliga 6 ming so'm ularning qo'lida qoladi. Bu esa ular uchun oilaviy bayramlarni nishonlash, nabiralariga sovg'a olish yoki sog'lig'ini tiklash uchun yetarli mablag' hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu kartalar nafaqat moliyaviy tejashni, balki kundalik hayotda sezilarli darajada qulaylik va erkinlikni ta'minlaydi. Endi esa eng muhim qism o'tamiz. Bu tizimning istisnolari, tuzoqlari va ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan nozik jihatlari. Chunki har qanday tizimda ba'zi noaniqliklar va diqqat talab qiladigan holatlar mavjud. Istisnolar va cheklovlar 1. Qaysi transport turlarida ishlaydi? Ushbu maxsus kartalar birinchi navbatda shahar va shahar atrofidagi jamoat transportida, avtobuslarda va metropolitenda amal qiladi. Tramvay va trolleybuslar mavjud bo'lgan shaharlarda ham qo'llaniladi. Ammo marshrutka yo'nalishli taksi masalasiga alohida e'tibor qaratish lozim. Ko'pgina marshrutkalar xususiy tashuvchilarga tegishli bo'lib, davlat tomonidan belgilangan imtiyozli tariflar tizimiga to'liq integratsiyalanmagan bo'lishi mumkin. Hozircha aksariyat hollarda bu kartalar marshrutkalarda ishlamaydi.
Agarda siz marshrutkalardan foydalanishga odatlangan bo'lsangiz, bu jihatni e'tiborga oling va haydovchi bilan oldindan aniqlashtirib oling. Lekin davlat avtobuslarida va metrolarda hech qanday muammo bo'lmaydi. 2. Mintaqaviy amal qilish doirasi. Karta O'zbekiston Respublikasining barcha viloyatlarida birdek ishlaydimi? Dastlabki bosqichda bu kartalar ehtimol eng yirik shaharlar Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg'ona, Namangan, Qarshi kabi shaharlarning jamoat transportida joriy etiladi. Keyinchalik esa butun mamlakat bo'ylab bosqichma-bosqich tatbiq etilishi kutilmoqda. Agar siz viloyat markazida yashamasangiz, lekin tez-tez qo'shni shaharlarga safar qilsangiz, kartangiz o'sha shahardagi jamoat transportida ishlashi uchun qo'shimcha ma'lumot olishingizni tavsiya qilaman. Masalan, Toshkentda berilgan karta Samarqandda ham ishlashi mumkin. Ammo bu borada transport tizimi operatorlarining rasmiy bayonotlarini kuzatib borish kerak. O'tib, vaqt cheklovlari va foydalanish chastotasi. Ba'zi imtiyozli tariflarda ma'lum vaqt cheklovlari yoki kuniga, oyiga foydalanish soniga cheklovlar bo'lishi mumkin. Biroq pensionerlar uchun mo'ljallangan ushbu kartalarda ko'pincha bunday cheklovlar belgilanmaydi. Ya'ni siz istalgan vaqtda kuniga bir necha marta, oyiga xohlagancha transportdan foydalanishingiz mumkin. Shunga qaramay, kartani qabul qilishda yoki rasmiylashtirishda ushbu jihatni aniqlashtirish ortiqcha bo'lmaydi. Ayniqsa, agar bepul yo'l kira emas, balki chegirmali tarif tizimi bo'lsa, bu punkt muhim. Tuzoqlari va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jihatlar. 1. Kartani yo'qotish yoki shikastlash har qanday elektron karta singari. Bu kartani ham yo'qotib qo'yish yoki shikastlab olish mumkin. Yo'qotgan taqdiringizda darhol pensiya jamg'armasi yoki transport kartalarini boshqarish markaziga murojaat qiling. Ular kartangizni blokirovka qilib, suiiste'molning oldini oladi. Yangi kartani olish uchun ehtimol kichik to'lov talab qilinishi mumkin. Shuning uchun kartangizni pasportingizdek asrang. 2. Validatorda ishlamasligi. Ba'zan texnik nosozliklar sababli validator kartangizni o'qimasligi mumkin. Bunday holatlarda birinchi navbatda kartaning shikastlanmaganligiga, bukilmaganligiga yoki kir bo'lmaganligiga ishonch hosil qiling. Agar karta joyida bo'lsa, boshqa validatorga urinib ko'ring. Agar baribir ishlamasa, konduktorga yoki haydovchiga murojaat qilib vaziyatni tushuntiring. Muammo doimiy tus olsa, kartani bergan tashkilotga murojaat qilish zarur. Kartadan boshqa birov foydalanishi. Bu karta shaxsiylashtirilgan, ya'ni faqat siz foydalanishingiz kerak. Agar boshqa bir shaxs sizning kartangizdan foydalangan holda qo'lga tushsa, bu qoidalarni buzish hisoblanadi va jarimaga tortilishi yoki kartaning bloklanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun kartangizni hech kimga bermang. 4. Kartaning muddati. Har qanday elektron hujjat singari bu kartaning ham o'z amal qilish muddati bo'lishi mumkin. Odatda 3 yildan 5 yilgacha. Kartani olganda yoki pensiya muddatini uzaytirganda uning amal qilish muddatini tekshirib oling. Muddat tugashiga yaqinlashganda uni yangilash uchun oldindan murojaat qilishni unutmang. E'tibordan chetda qoladigan nozik jihatlar. Ben. Avtomatik yangilanish. Agar pensiya maqomingiz o'zgarmasa, kartaning muddatini avtomatik uzaytirish tizimi mavjud bo'lishi mumkin. Bu juda qulaylik yaratadi, lekin bu haqida pensiya jamg'armasidan aniq ma'lumot olishingiz shart. 2. Boshqa imtiyozlar bilan bog'liqlik. Ba'zi hollarda bu transport kartasi boshqa ijtimoiy imtiyozlar, dorixonalar, madaniy tadbirlarga chegirmalar bilan birlashtirilishi mumkin. Hozircha asosiy e'tibor transportga qaratilgan bo'lsa-da, kelajakda bunday integratsiya imkoniyatlari ko'rib chiqilishi mumkin. Yangiliklarni kuzatib boring. 30. Texnik qo'llab-quvvatlash. Savollar, muammolar yoki tushunmovchiliklar yuzaga kelganda murojaat qilish uchun ishonch telefonlari yoki maxsus markazlar tashkil etilishi kerak. Bu raqamlarni kartani olganda so'rab oling va saqlab qo'ying. Bu jihatlarni bilish sizga yangi tizimdan to'g'ri va samarali foydalanishga yordam beradi. Kutilmagan muammolarga duch kelishingizning oldini oladi. Aziz tomoshabinlarim, endi amaliy qismga o'tamiz. Yangi transport kartasini olish uchun siz qanday qadamlarni bosib o'tishingiz kerak? Bu jarayonni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Bir qadam kimga murojaat qilish kerak? Maxsus transport kartasini olish uchun asosiy manzilingiz bu O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari yoki davlat xizmatlari markazlari DXM bo'ladi. Ayrim hollarda katta shaharlarda jamoat transportini boshqarish korxonalari huzurida ham maxsus markazlar ochilishi mumkin. Agar siz internetdan foydalana oladigan bo'lsangiz, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.
orqali ham onlayn ariza topshirish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Bu usul uydan chiqishga qiynaladiganlar uchun juda qulay. 2 qadam qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Arizani rasmiylashtirish uchun sizga quyidagi hujjatlar talab qilinadi. Fuqarolik pasporti, asosiy hujjat, originali va nusxasi kerak. Pensiya guvohnomasi sizning pensioner ekanligingizni tasdiqlovchi hujjat. Uning ham originali va nusxasi kerak. Nogironlik guvohnomasi agar tegishli bo'lsa. Agar siz nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, ushbu guvohnoma ham talab qilinadi. 3x4 hajmdagi rangli fotosurat ba'zi hollarda. Ba'zi kartalarga fotosurat joylashtirilishi mumkin. Oldindan tayyorlab borish yoki DXM pensiya jamg'armasi bo'limlarida joyda raqamli suratga olish imkoniyati haqida oldindan aniqlik kiritib olish yaxshi. Ariza blankasi. Bu blankani murojaat qilgan joyning o'zidan olishingiz mumkin. 3 qadam. Ariza to'ldirish jarayoni. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki DXM ga borganingizda xodim sizga maxsus ariza blankasini beradi. Unda sizdan quyidagi ma'lumotlarni kiritish so'raladi. Familiya, ism, sharifingiz, tug'ilgan sanangiz, pasport ma'lumotlaringiz, seriyasi, raqami, kim tomonidan berilgan sanasi, yashash manzilingiz, aloqa uchun telefon raqamingiz, pensiya guvohnomasi raqami, aynan qaysi imtiyozli toifaga kirishingiz. Arizani to'ldirishda e'tiborli bo'ling, barcha ma'lumotlarni aniq va to'g'ri kiriting. Agar tushunmovchiliklar bo'lsa, xodimdan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga yordam berishadi. 4 qadam. Kartani olish muddati va faollashtirish. Arizani topshirganingizdan so'ng karta tayyor bo'lishi uchun ma'lum bir vaqt kerak bo'ladi. Odatda bu muddat bir necha ish kunidan 2 haftagacha bo'lishi mumkin. Sizga kartangiz tayyor bo'lgach, telefon orqali yoki SMS xabar orqali xabar berilishi mumkin. Kartani olish uchun yana bir bor murojaat qilgan joyingizga pasportingiz bilan borishingiz kerak. Kartani qo'lga kiritganingizdan so'ng ba'zi hollarda uni faollashtirish talab qilinishi mumkin. Bu odatda birinchi marta jamoat transportidagi validatorga teginish orqali avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Lekin ba'zi tizimlarda kartani faollashtirish uchun maxsus terminal yoki operator orqali faollashtirish talab qilinishi mumkin. Bu haqda kartani topshirish paytida sizga batafsil ma'lumot berishadi. Muhim eslatmalar va maslahatlar: oldindan ma'lumot oling. Murojaat qilishdan oldin pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga qo'ng'iroq qilib, aynan qaysi hujjatlar kerakligi va qabul qilish soatlari haqida aniqlik kiritib oling. Sabr toqatli bo'ling. Yangi tizim joriy etilayotgan paytda ba'zi tushunmovchiliklar yoki navbatlar bo'lishi mumkin. Sabrli bo'ling. Kartani ehtiyot qiling. Yuqorida aytib o'tganimdek, kartani shaxsiy hujjatlaringiz kabi asrang. Uni bukmang, suvga tushirmang, kuchli magnit maydonlari ta'siridan uzoqroq tuting. Amal qilish muddatini tekshiring. Kartangizning amal qilish muddatini vaqti bilan tekshirib turing. Muddat tugashiga yaqinlashganda uni yangilash uchun oldindan murojaat qiling. Savollar tug'ilganda. Agar kartadan foydalanishda yoki uni olishda biron bir savol yoki muammo yuzaga kelsa, transport tashkilotlarining ishonch telefonlariga, pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Ularning mutaxassislari sizga yordam berishga doim tayyor. Bu ko'rsatmalar sizga yangi imtiyozli transport kartasini osonlik bilan olishga va undan samarali foydalanishga yordam beradi degan umiddaman. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, pensionerlarimiz uchun joriy etilayotgan bu maxsus transport kartalari shunchaki bir yangilik emas, balki ularning kundalik hayotini sezilarli darajada yengillashtiruvchi, moliyaviy yukni kamaytiruvchi va ijtimoiy faolligini oshiruvchi muhim qadamdir. Bu kartalar orqali siz nafaqat yo'l xarajatlaridan tejaysiz, balki transportdan foydalanish jarayonini ham soddalashtirasiz, qulaylikni his qilasiz. Endi hech qanday navbatlar, naqd pul izlash, hujjat ko'rsatish kabi muammolar sizni bezovta qilmaydi. Bu esa keksa avlodimizga davlatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik va hurmatning yana bir yorqin namunasidir. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali va tushunarli bo'ldi. Agar sizda bu yangi kartalar haqida savollar, fikrlar yoki shaxsiy tajribangiz bo'lsa, iltimos ularni kommentariyalar bo'limida yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun qadrli. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz kelajakda ham shu kabi foydali ma'lumotlar bilan sizni xursand qilishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha